O'zbek ayoli va tilla taqinchoqlar. Bu ayrilmas juftlik. Ba'zilar buni ko'z-ko'z qilish deyishi mumkin, lekin aslida ayollarimizning tillaga bo'lgan muhabbati ortida juda jiddiy psixologiya va iqtisodiy sabablar borligini bilasizmi? Bu iqtisodiy mustaqillik instinkti. Tarixan ayollarimiz o'z mahrlarini yoki sovg'a qilingan tillalarni o'zlarining qora kun jamg'armasi deb bilishgan. Mushkul vaziyat tushganda tilla bu darrov naqd pul bo'ladigan eng ishonchli aktiv. Ya'ni o'zbek ayoli uchun tilla bu shunchaki zebu ziynat emas, bu uning moliyaviy branjileti. Bizning jamiyatda ayolning tilla taqinchoqlari uning oilasi va turmush o'rtog'ining mavqeini ko'rsatuvchi belgi deb bilishadi. To'y va marosimlarda taqilgan tilla men qadrli ayolman va oilam mustahkam degan ko'rinmas xabar bo'lib xizmat qiladi. Bu so'zsiz muloqotning bir turi. Qadimdan tillaning sarg'ish rangi quyosh energiyasi bilan bog'langan. Ayollar tilla taqib o'zlarining ichki energiyasini va kayfiyatini ko'tarishgan. Psixologiyada bu o'ziga ishonchni moddiylashtirish deyiladi. Tilla taqqan ayol o'zini himoyalangan va kuchliroq his qiladi. Xulosa shuki, tillaga bo'lgan qiziqish bu shunchaki ochko'zlik emas. Bu asrlar davomida shakllangan o'zini himoya qilish va oila barqarorligini ko'rsatish madaniyati. Sizningcha ayol kishi uchun eng yaxshi investitsiya tillami yoki bilim yoki ikkalasi hammi? Izohlarda fikringizni qoldiring.